Ушул малдын баасы канча болду ака? 100 қанша болды? 170 миң. Кандай порода ака бул? Торпоо канча айлык? 5-6 айлы болса керек, а? Майда туулган торпоо. 170 миңге алынды. Торпоо. Kanç zed bedene? 270 son beden. Yok kaçtan getirdi çok? 215. Bu adır çoğu. Ha. Ha sulu çok bak çoğu ha. Bede 300 son. Yok kaçtan beresi ki? Surganlarga. 250. 250 son. Bede 250 son. 270 son buna. Arpacım kança oldu at? 24 son. 24 son. 24 son. Ötel qoğanğa. Qayerdi ki? Kança kırık enek ha? 2 kır. 2 kırda bu öyle öte жақсы olturdu da. Sulu. 24 son. Bu dihqançılık mı ya? Dihqançılık. 24 son. Kemi var bakın? Слышишь, кем? Muqatta 20-22 bolatkan biletler. 22'den turadi. 22. Tozalanadi. Toza. Nomer aytib qo'yasiz mı ne qilasiz? Yo'q, shunday sotadi. Shunla, tugab ketadi. Savdangiz bersin. Ne, qo'n talash bo'ldi o? Qo'n degasin tortmay faqat o'zi tortadi. Arasida turaverasiz, egasi ekanini bilinmaysiz-da. Kishi rozi bo'ling. Yo'q, qanchadan bo'ldi? Ушул малдын баасы канча болду ака? 100 qancha bo'ldi? 170 миң. Кандай порода ака бул? Торпоо канча айлык? 5-6 айлы болса керек, а? Майда туулган торпоо. 170 миңге алынды. Торпоо. Boyu kança? 1.50'ye varıp buladık şeyde. 1.50'nin üstü boyu. Kaç yaş torpoo? 5 torpoo. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Universal Bazar YouTube kanalыбыздын катталуучулары. Достор, жаңылык өзгөчө бир 71-36 машинаңызды алып кеткенсиз. Алып сатарлар үчүн же болбосо элибиз үчүн ушундай бир шарттар болуп. Ушул жерге ушундай бир тротуарды коюп, ортодо жүрүп малдарды тамашалап турган ал эми эки чекесинде бул жагында малдар, бул жагында койлор. Бул жерде ат, жылкы жаныбар болчу. Алардын аркы чекеге жылдырып тур. Анда биз дагы кадимкидей ортого түшүп алып, bir жагынан уйду сурайбыз, bir жагынан кой эчкини сурап кете беребиз. Бизге да өтө жакшы болуп тур. Сыйыр баласы менен Канча болду ушу эчке? Байланып турат экен, 5 күн болуптур. Тоодан түшүптүр. Канчага кетти ушу эчке? 7500. Баласы менен 7500. Bir hafta болуптур. Мал түшкөнүнө Азыр. Нашыл жерден жоготкондор болсо кабар алыңыздар. Кунажын канча болду экен? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Канча калдыңыз? 36,5. 36,500. Баласы менен бирөөнүн үйдө байланып турат. Малдын номеру Ака, канча дейт ушуну аланы? Каран канча дейт? 311 84 миң болду. 84 миң. 84 миң. Наркы аланы канча дейт? Малдын номеру 70 миң.
Gördünüzler mi dostlar? Bu da şartlar yaxshi olib başlaptır. Qaysi mal? Alam qo'shilib qo'ydimi? 1,5 ming so'm qo'shildi. Yarimga ber. Yo'q, bo'ldi. Rasm ekan. Yarimga bor aka. Buna uy bu deyinde. Yarim Ya şu bağ oldu ama. shuni beravering edi. Gelecek. Ko'tarib aytadimi? Yo'q. Aldır acıyla koyacak. Semizde çekin. Basmaya da. Eli jetiga. Ketdi bu zaman. Eli jetiga. Yo'q, pishirib qo'yinglar. Beringa bor. Qancha oldi aka shu kunaj ne taqsir? Qancha? 48? 48 ming so'm. 24,5. Yaxshi. Hayda o'sar dorkas. Echkilar qanchadan ekan aka? Jun 36 süt bağıtında echkilar. Tuğan echki qancha ekan? Alamam. İki örnek baylar gelin. Ya siz de albayım, siz de albayım. 13 bin. Vermediniz mi? 13 bin süt bağıtında. Ya siz de albayım taksir. Qanchalik pastap turadi? Ulduydu qarab. 13 bin ekan işte. 13 bin ha? Yaxshi. Siznikicha? Oldu mu? Oldu. Burada gelmişiz. Жақсы болып қалыптыр. Қана мына қойлар алынды, сатылды. Сатылған ұқсайды, а? Жоқ, мына екеуі бар, мынаны бердім. Бұлар солықтар ма? Қаншадан кетті бұл солықтар? 14,200 болды. Мынау 11,5 болды. 11,5. Meni tartibdi. Bo'pti. Bo'pti, sizni qo'shmay. Qo'y qancha oldi aka? 10 ming aka. 10 ming. O'rtada o'chirib olib, yaxshi bo'libdi. Qo'zi qancha ekan aka? O'zi 7 ming deyapti. 7 ming. So'lliq qo'ylar qanchadan ekan tug'an? 13 dan. To'z yaxshi. Bular yo'lni ochish kerak ekan akalar. Shu yerda ellar yura turgan bo'ldi atayinchi. Qanchadan ekan bundan so'lliq qo'ylar? Yine bular 20 kam var. So'lliq qo'ylar qanchadan ekan aka? 10 mingdan. 10 mingdan bu aka. Arzonlab ketdi aka. Qancha etish bular? 10 mingdan gibi içinde öyle. Az gel, kolunuz qarmayman hozir. So'lliq qancha ekan o? Qo'chqor. 12 ming. Boshana. Kovul ishga chiqib qoldi. O'tib ketdi. Ya bundan beri Ya bunlar qo'chqorlar qanchadan ekan aka? Aka, bular 13,5dan, 14,5dan so'raydi. 14,5dan ha? Onda ko'ni 8,5dan so'raydi. Ne koy 8,5. Yaxshi. Men boya sen topmay qoldingmi? Qaysi so'lliqlar bor oldi o? Ha? Qanchadan aka? 15,5. 15,5. 200 dollarga jetpey bor oldi. Qaysi qo'chqorlar bor oldi? Nolar mı? Qanchadan o'zlari? Ha? Qanchaga chiqibdir? Aka qanchaga so'radingiz? 31. 31 ming. 31 ming aka.
Yo'q, qancha tishgan aka bu? Olti kishi ekan, mana tortaman. Hozir yo'q, Qo'chqorning sezonida hozircha. Qo'chqorning sezoni, o'ynay degan boladan nima Qancha chiqadi ekan bo'yi? Boyi 92, 93 shunday. 90 deyver. 90 deylarmi toza? 37 ming so'm. Edilboy deyvi. Men aytdim, sizga qo'yib o'taman. O'z ona bolasi. Mana men o'zim olganda men seni mo'ldir etmay dedim. Bo'z ekan aka? Yo'q, Qancha ekan bo'lsa? 30 so'mda bozor. 35 ga naysi. Turboqtor qanchadan dedingiz, erkak turboqtor aka? Ha, hojiga. Erkak turboqtor qanchadan ekan? 20 mingdan? Shunday arzon bo'lib ketdi ey. 20 ming. 20 mingdan emas, Ha, 20 dan berilmaydi ata. Shunday denglar. Ne oldu? Men nima izlayapman? Ishlar bo'lib o'tadi. Bozorga kiribmiz. Bo'ldami turbo? Qanchaga? 19 ming erkak ekan ha? Arzon bu. Ola turbo qancha ekan do'stim? 35 ming. Buni ochikishni. 20 ming ekan bu. Bunalarchi urg'ochlarmi? 25 turbo. Bunda erkak turbo o'tirib bo'voltadi. Qaysi biri bo'voltadi akalar? 64 ming. 64. 66 ming, to есть 22 mingdan. Erkak turpoqdir. Buna cho'nglari chaka? 35 dan keyin bor. Shunda bu qog'ozlarni aralab tushib ketayin. Qanchaga berib aytasiz? Siz oltasiz. 46 jarm. 36 jarm. Arzon ekan. Qanchadan bo'ldi aka shular? Bermadingizlar? Ha, 5 ming. Tomosha oltasiz. Qanchaga aytib chiqasiz? Qaysini so'radasiz? Nima? Qarani qanchaga? 40 ming. Yaxshi suni bor. Qashqa buqa qancha oldi aka? 71 ming. Qaysi buqa sotilib ketdi akalar? Yo'q, bu yerdan ko'rinmaydi. Ha, buni qanchaga? 79 mingga. Qancha oldu şu buqa aka? 64 ming. Bermadingiz mi? Devdas. Hay hay hay. Yo'q, qancha oldu şu? Bağlı. Ya bu kadar kaçtan oldu da? Bunlar. Bular aka 90dan kam bor. 90 ne kem var? Kozadlarla bittik dostlar, gördünüzler. Biz sağın uylardan göreydik. Yok, buna oy bağ oldu. Ha? Şu bağ oldu. Kaça var? 80 ek. Qanchaga bermaydi Zamir aka? 60 ming. Bo'z ekan. Yaqin. Ha, birovdan so'raysiz aka. Satmaysiz lan neymi aka? Satamaz o, vermiyor. Qancha verdingiz? 60 ming narsa verdim. 60 ming. 60 ming. Bo'z ekan, bo'z. Yaqin. O ne kuşattı.
Qanchaga? 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 75 mi sen? 75. Topa erkek mi? Erkek. 75 mi? Sizler utulasın hadi. Yaxshi qilib berdim. Qancha berdi? 92 mi? Turpoq kuchli ekan. Erkek turpoqmi? Agar bu yilgi turpoq bo'lgan bo'lsa, o'ta kuchli cho'ng bo'ladi. Bu yil qilganmi? Bu yilda. Qancha oyda ekan ha? Turpoq sürüyotgancha. Ya qancha sanuylar ukalar? Ha? 130 ming. 130 ming. Qancha qaldingizlar endi? Ha, qancha qaldingiz? Qorovasa berdi Xudo, qatini qorovasa urdi Xudo degan gap shuda. Qancha qaldingiz? 80. 80. To'pa erkakmi? Yo'q, Yaxshi. Yo'q, qancha oldi buni aka? 81 ga 2. Qancha oldi? 102 qilish o'tadi. 102 ming. 102 ming kemi bormi? Ah, bozor berib tav. Bozor berib o'tadi. 10 turishdi bor ekan. Gördünüzler. Qancha ekan do'stim? 100 ming kamda. 100 ming kam. Yo'q, bu yoqda Bugun chiqarib shu menen so'ngina chiqdi. Qancha qaldingiz shuni? Taqsir. 86. Yaxshi ekan. Жаңы sağımlarda bular. Torpa urg'achi erkakmi? aka, Xudo xolasa mana o'zi. Yaxshi mal oldi. Jon qarinmagan, birinchi bolasi ekan. Xudo xolasa Жаңы birinchi torpa oldi.